Salom berdik anime ixlosmandlari, sizlar bilan yana Zenitsu va siz Zenitsu.uz kanaldasiz. Bu galgi dasturimizda yangi animelar va yangi anime anonslar va premyeralar. Videoni boshlashdan oldin like bosing va obuna bo'lib qo'ying va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Ha, yana eslatma, bizning Instagram kanalimiz ham mavjud. O'tib qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Silka описаниеda. Va ko'p cho'zmasdan biz boshladik. Fire Force animesi, ya'ni Olovli o't o'chiruvchilar brigadasi animesining 3-mavsum part 2 so'nggi mavsumi treyleri taqdim etildi va unga ko'ra buyuk falokat Great Cataclysm deyarli boshlanadi. Evangelistning rejasi yakuniy bosqichga yetadi. Shinra Kusakabe qutqaruvchi sifatida asl rolni anglaydi va o'z kuchini yangi darajaga olib chiqadi. Adolat bilan bog'liq sirlar ochiladi. Olov, insoniyat va dunyo qanday bog'langanligini tushuntiriladi. White Cliff va Fire Force otryadi o'rtasida ketma-ket hal qiluvchi janglar bo'ladi. Kapitallar va kuchli qahramonlar, Benimaru, Joker Show va boshqalar o'z taqdiriga yuzlashadi. Qurbonliklar, og'ir tanlovlar va insoniyatning kelajagi uchun oxirgi qarorlar qabul qilinadi. Hikoya Soul Ethereum bilan bog'liq elementlarga ishoralar berib, katta finalga yaqinlashadi. Umuman 3-fasl part 2 bu eng qorong'u va eng hissiyotli va eng epik qism. Fire Force hikoyasi yakuni va eng muhim bo'lagi hisoblanadi. Premyera sanasi 2026-yil 9-yanvarida. Frieren so'nggi yo'lga kuzatuvchi animesining 2-mavsumi anons qilindi va 2026-yil 16-yanvarda chiqishi aytilmoqda va unga ko'ra Frieren va Star shimolga safarini davom ettiradi va ularning yo'li yanada xavfliroq hududlardan o'tadi. Yangi dushmanlar va kuchli sehrgarlar bilan to'qnashuvlar ko'payadi. Frieren sehrda, Star jangda sezilarli darajada o'sadi. Frieren o'tmishdagi xotiralari Himmel bilan bog'liq his-tuyg'ulari yanada chuqurroq anglay boshlaydi. Asosiy mavzular vaqtning qadriga yetish, inson umrining qisqaligi va xotiralar. Hikoya sekin va falsafiy, lekin birinchi faslga qaraganda jiddiyroq va xavfliroq bo'ladi. Ikkinchi fasl bu ichki hissiyotlar va kuchli sarguzashtlar uyg'unligi. Jodugarlar jangi qaytmoqda. 3-fasl premyera sanasi 2026-yilning 7-yanvarida bo'lib o'tarkan. Bunga to'liq to'xtalib o'tirmaymiz, chunki bu haqida kanalda video qilganmiz. One Piece animesi yangi formatga o'tmoqda. 2026-yildan boshlab anime yiliga 26 ta qism chiqaradi va yanvardan martgacha seriali chiqmaydi. Apreldan boshlab chiqadi. Godzilla franshizasi bo'yicha yangi anime chiqishi e'lon qilindi. Studio Orange va Iglo. Anime to'liq 3D bo'lishi haqida aytilmoqda, ya'ni 3D. Mushoku no Tensei, ya'ni omadsizning qayta tug'ilishi ham 2026-yilda chiqishi aytilmoqda. 3-fasl 2 bo'lib chiqilar ekan. Part 1 voqealariga ko'ra Radius Great yangi hayot bosqichiga o'tadi. U endi faqat o'quvchi emas, oilali va mas'uliyatli shaxs. Silvia bilan munosabatlari markazda bo'ladi va ularning oilali hayoti ko'rsatiladi. Radius o'z o'tmishi va kelajagi haqida ko'proq o'ylay boshlaydi va xarakteri yanada yetiladi. Yangi dushmanlar va siyosiy xavflar paydo bo'ladi. Hikoya ohangi jiddiyroq, taqdir tanlov va oqibatlar asosiy mavzuga aylanadi. Premyera sanasi 2026-yilning bahorida. Jahannam jannati 2-fasl ham 2026-yilda chiqishi aytilmoqda va 2-fasl voqealariga ko'ra hikoya Shinsenki orolida ichkarisida davom etadi. Xavf bir necha barobarga oshadi. Gabimaru o'zining asl tabiati va tirik qolish sababini chuqurroq anglaydi. Sagiro qattiqlashadi. U endi faqat kuzatuvchi emas, haqiqiy jangchiga aylanadi. Tenseilar asosiy dushmanlar haqida katta sirlar ochiladi. Ularning kelib chiqishi va o'lmasligining sababi. Tao kuchi to'liqroq tushuntiriladi. Janglar ancha shafqatsiz va strategik bo'ladi. Ko'plab qahramonlar halok bo'ladi yoki keskin o'zgaradi. Premyera sanasi 2026-yilning qish yoki bahorida. Vinland animesining 3-fasli ham 2026-yilda chiqishi aytilmoqda va 3-fasl voqealari hikoya qulchilik fermasidan keyin davom etadi. Thorfinn endi zo'ravonliksiz hayot yo'lini tanlagan. Vinlandga safar tayyorgarligi boshlanadi. Kemalar va odamlar va resurslar yig'iladi. Thorfinn yetakchi sifatida shakllanadi. U endi urushsiz jamiyat qurishni xohlaydi. Tinchlik va hokimiyat o'rtasida farq ochiladi. Yangi qahramonlar va siyosiy bosimlar va ichki ziddiyatlar ko'payadi. Premyera sanasi 2026-yilda, aniq sanasi noma'lum. Re:Zero
katta ekranlarga qaytmoqda. Ha akalar, o'sha mashhur Re:Zero animasining 4-fasli 2026-yilda chiqishda aytilmoqda va 4-fasl voqealariga ko'ra Subaru Natsuki yana yangi vaqt skillini o'z qobiliyatini ishlatadi, ammo yangi kuchli dushmanlar bilan yuzlashadi. Echidna Stella va boshqa ruhiy kuchlar bilan aloqalar chuqurlashadi va ularning niyatlari va sirlarini tushunish muhim bo'ladi. Roza va Kruch kabi ittifoqchilar o'z strategiyalari bilan Subaru'ni oldingi turli sinovlarni qo'yadi. Emilia va boshqa qahramonlar o'z rivojlanishidan davom ettiradi. Ular ham shaxsiy xatolari va ichki kurashlardan o'tadi. Anime premyerasi 2026-yilning bahorida deya aytilmoqda. Endi bilmaymiz akalar, chiqadimi, chiqmaydimi u bahorda. Arra odam 2-fasl 2026-yilning qish yo bahorida chiqishi aytilmoqda va unga ko'ra hikoya 1-faslni davom ettiradi. Asosiy qahramonlar yangi qiyinchiliklar va sirli kuchlar bilan yuzlashadi. Arravoning ittifoqchilari yangi hududlarga safar qiladi va u yerdagi dushmanlar va sehrli mavjudotlar bilan to'qnashadi. Premyera sanasi 2026-yilning qish yo bahorida. Ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra, Dragon Ball animesi ham 2026-yil chiqishi aytilmoqda. Yangi anime loyihasi 2026-yil boshida yangi shaklda yoki davomi. Toei bu franshizani bo'sh qo'ymaydi. Va akalar, bugungi anime yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'ying. O'z fikringizni kommentariyaga ham yozib qoldiring. Sizlar bilan Zenitsu va siz Zenitsu kanalda bo'ldingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia.